$62,000 ga dom olgan bo'larmidingiz yoki bir sotixga ega bo'lgan 3 xonali kottej olgan bo'larmidingiz? Kelgan manzilimizga aniqlik kiritadigan bo'lsangiz, Zangiota tumani Yoshinchi kelganmiz. Manzilga aniqlik kiritadigan bo'lsak, Yoshinchi posti bilan 500 metr atrofida joylashgan. Mana bu yangi tushayotgan Novostroykamizdan 150 metr atrofida kirasizlar. Sotuvga chiqqan xonadonimiz mana shu kichkinagina kottejning ko'chada joylashgan. Sizlar bilan shuni bugun obzorni ko'rib chiqamiz aka. Bismillah. Xonadonni ko'radigan bo'lsak, bitta mashina qo'yishga joy bor. Bu yoqda kichkina bo'lsa ham yo'lning zonasi bor. Bo'rimizda bitta razvenli holatda hojatxonani ko'rishingiz mumkin. Podval qismini ko'radigan bo'lsak, podval qismida ham yashashga tayyor qilib qo'yilgan. Ham xona sifatida foydalansanglar bo'ladi. Bizani bo'ylab chiqadigan bo'lsak, chap qo'limizda ayollar uchun sevimli bo'lgan oshxonani ko'rishingiz mumkin. Bu yoqda umumiy yuvinish xonasi joylashgan. Navbatdagi xonamiz bolalar yotoqxonasiga mo'ljallangan. Bu yerdan ota-onalar yotoqxonasiga ham o'tsanglar bo'ladi. Navbatdagi xonamiz zal bo'ladi. Umumiy hisobda xonadonimiz 3 xonaga ega bo'ldi. Narxiga keladigan bo'lsak, $62,000 so'rashyapti. Albatta yana kelishadigan joylar bor. Pastga doimgidek egalar raqamini yozib qo'yamiz. Batafsil ma'lumot olishingiz mumkin. Salomat bo'lasizlar, o'zinglarni ehtiyot qilasizlar.